Afg'oniston ancha yillardan buyon bir qator siyosiy va harbiy to'qnashuvlarga shohid bo'lgan bir mamlakatdir. O'zgarishlar ushbu mamlakat yashovchilarining hayot yo'lini tag'ir bergan. Bu arada Afg'oniston jamoasining yarmini tashkil berganlar sifatida bo'lmish ayollar doim bu o'zgarishlardan ta'sir ko'rgan. Afg'onistondagi voqealarga biroz chuqurroq nazar tashlaganimizda, ayollarning bu mamlakatdagi siyosiy o'zgarishlar va tizimlar tashkillanishida ishtiroki oz bo'lganini ko'ramiz. Mamlakatda so'nggi siyosiy o'zgarishlardan keyin Taliban ayollar uchun eng qiyin qonunlarni va'za qilgan va hamda ayollarga qarshi qiynoq va zo'ravonliklar bo'lgan. Ayollar ijtimoidagi turli bo'limlar va kun o'tishi bilan yaratilgan cheklovlar natijasida eng asosiy haqlardan mahrum bo'lib va ayollarning siyosiy mushorakat tarmog'ining ochiqlashicha hozirda Afg'oniston qizlari ta'lim va tahsildan mahrum bo'lib uylarda qolgan. Bu mavzuning qarash dasturining mehmoni xonim Humayra Saodat, jurnalist va Afg'oniston turklari madaniy anjumanlari uyushmasining so'zchisi bilan ko'rib chiqamiz. Salom, xonim Saodat, dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat, men ham salomlarimni qabul qilinglar, minnatdorman da'vat qilganlaringizdan va barcha tinglovchilarga ham salomlarimni taqdim etaman. Rahmat, salomat bo'ling. Afg'oniston toliblarning qo'liga suqut bo'lgandan keyin sizlar Olmonga yerlashdingiz. Bu nimalar sabab bo'ldiki, Olmonda bunday bir anjuman ta'sis qildilaringiz va ta'sis qilgan anjumanlaringiz nima faoliyati bor? Shundayki, bilasiz, Afg'onistonga katta tahvolotlar keldi, tag'yirotlar keldi va shu sabab ham tahsil yo'li barcha ayollariga va xosatan erkaklarga ham bekayfiyat bo'lib qoldi va endi biz mana shu o'qish jihatlaridan boshqalarni biz ularni ish, koru har jihatdan taqviya qilishimiz uchun biz bu tasmimda oldikki, bu anjumanni ijod qilsak, albatta bu anjumanda ham yagona hadafi bu bo'lganki, o'zbek bo'limida o'zbek tilida yozayotgan yo o'qiyotganga ehtiyoji bor insonlarga bu anjuman ochilsa va bu anjuman ham ko'p vaqtdan beri ustiga ishlardiki, to o'z xizmatlarini til va madaniyat yo'liga bajarsalar va muvaffaqona bular toza o'z tashkilotini ijod qildi. Endi esa bular xohlaydiki, mana shu tariqdan Afg'onistonga kishilar kibor tahsilga qo'l eshitolmaydi va yo ham har kimniki ona tiliga yozuvga ularni aloqalari ko'p va bu tashqi kishvarlarga, mamlakatlarga bo'lgan kishilar ham ona tilidan, ular yozuvdan, o'qishdan, shu madaniyat va farhanglardan uzoq qolganlar uchun bu necha anjuman bilan birga bo'lib ochilishi mana shu sababki, ana shularni saqlasa va shu yo'llarga faoliyat qilsa. Bu aytib o'tdingiz-da, Afg'onistonda qolgan xotin-qizlar uchun, ya'ni Afg'onistonda shu hozirga, ya'ni 4 yil bo'lib kelyapti. Toliblar qizlarni maktabni o'qildi, fontundi darvozasini qizlar uchun qapatgan. Ya'ni sizlar qanday xizmat berib kelyapsizlar? Hangi yo'llardan bular e'timol oladi sizlar anjumanlaringiz tomonidan? Albattaki, shunday men eslab o'tdim, tahsildan mahrum qolgan hamma barcha qizlar, xosatan o'zbek bo'limida aloqa ko'rsatgan yo o'zbek tilida yozayotgan kishilar, endi ularga bu anjumanda hadaflari borki, ularga onlayn darslarni ochsa va albatta qalamkash ustozlarimiz tariqasidan ularga o'rgatilsa va yo ham ular yozadi, yozuvlari nashrga topshirilsa va qila oladiki, ba'zi barnomalarki anjumanlar tariqidan olinadi, ular ishtirok qilsalar va shu sabab ham ular ham o'qish nigodan va ham madaniyatini, tarixini va tilini saqlash nigodan taqviyat bo'lib tursalar. Bu anjumanga ishtirok qilgan yo anjumanlaringiz tarafidan e'tim oladilar. Bular qaysi viloyatlarga tegishli? Ya'ni Afg'onistonning butun viloyatlaridan qo'shiladilarmi yoki maxsus necha viloyatdan iboratmi?
Albattaki bu anjuman boshqa anjumanlar yillarcha bo'ylab Yevropada, Amerikada, Inglizistonda faoliyat qilib kelgan anjumanlar edi bular birga bo'ldilar va bir tizimda chiqardilarki bir anjuman ijod bo'lsa va bu anjumanlar sohasiga mana shu farhangiy va yozish masalalaridan himoyat bo'lsa, shundan keyin bu qila oladi o'z faoliyatlarini ham Afg'onistonga bajarsa va hozirchalik Afg'onistonga sharoit ijod qilmasligi uchun bular tashqi mamlakatlarga ijod bo'lgan va Afg'onistondan bo'lgan kishilarni ham da'vat qiladi qo'shilishlarini, barnomalarga bo'lishlarini va ularga kamchiliklar bor, o'shalarni o'rtadan eltish uchun bu anjuman hadafi va ularga yordam berishdir. Olmoniyada ijtimoiy va siyosiy faoliyatlari qanday, o'zaro hamkorliklar boshqa ayollar bilan, faol ayollar bilan ne raqamdek? Albatta biz Afg'onistonga masalan bir jurnalist sifatida yo faol madaniy bo'lib bu sifatda biz basta ya'ni Afg'onistonga o'z ovozimizni chiqarardik. Endiki bizlar bu yerga keldik, bu yerdan ham meni ijtimoiy faoliyatlarim ko'proq o'z tilimga bo'lgan, o'zbek tilida farhangimizni yuksaltirish, u tilimizni yuksaltirish, u madaniyatimizni saqlash yo'liga bo'lgan va uning yonida ham men albattaki borman o'z faoliyatlarim bilan va men mana shu anjumanlarni ijodi orqali va bizlar ba'zi o'zbek ayollar, albattaki shu faol o'zbek ayollari birga bo'lib guruhlarni tashkil berganmiz. Bizni hadaflarimiz borki, biz masalan o'zbek ayollari tomonidan guruhlar tashkil berib o'zbeklar uchun, o'zbek ayollari uchun dodxohlik qilsak va boshqa madaniyatlar tillarini bo'yicha ular faoliyatlar qiladilar, ularning yoniga o'zbeklar ham o'z faoliyatini ko'rsatsa. Va siyosiy faoliyatlar jihatiga keldi deganda, men kelgan zamondan boshlab hozircha men masalan ichki vazoratiga va yo boshqa necha shunday davlat organlariga borib Afg'oniston mavzusida xosatan o'zbeklar mavzusida seminarlar berganman. Endi bilasizki, mana siyosiy o'zgarishlar hech kelmagani uchun mana shular mane bo'ladiki, bizni ovozimiz olsa va biz harakatlarimizni qilib turibmizki, to bir joyga va bir hadafga erishsak. Afg'onistonlik faol ayollarning turli platformalarga va jarayonlarga hozir ishtiroki bor, Viyana nishasti yo ham federalchilar nishatiga. Bu ayollarni harakatini, o'ltirishlarini natijasini qanday ko'rasiz? O'zingiz ham aytib o'tdingizki, Yevropa buyuklari bilan o'ltirdingiz, gaplashdingiz, Afg'oniston xotinlarini sesi bo'lmoq uchun. Ya'ni bu o'ltirishlaringizda qancha natija baxsh deb o'ylaysiz? Bu sharoitga qaraganda Afg'oniston ayollari ovozsiz qolgan yo jim bo'lgan ularni ovozi uchun ular o'zlari uchun harakat qila olmaydilar. Bu zamonda bizlarda bir fursatki ularni sesi bo'lsa, yo ovozi bo'lsa, yo harakat qilsak, bu ishtiroklarki Viyanada yo boshqa joylarga bo'ladi. Men buni unumli deb bilaman, chun ayollar huzuri, ayollarni jinsiy tabizlarga qarash ko'zlarini bular o'rtadan eltish uchun harakat qiladilar. Albatta, xosatan o'zbek ayollari ham oxirgi paytga madaniy faollar tomonidan ularga tanitildi. Ana bu sohalar bularga yordam beriladi va keyinchalik mana shu ovoz chiqara olmayotgan ayollar Afg'onistonga mahrum qolgan, to qilsa ularga bir sharoitni yaratsa va hamma jahonga buni bildirsa va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bularni kamchiligiga bir tasmim olib to bir yechim topsa. Rahmat, nimalar qilmamiz lozimki to Birlashgan Millatlar Tashkilotining tavajjusini Afg'oniston vaziyatiga jalb qilmoqimiz uchun? Albattaki mana shunday barnomalarni idoma topish kerak. Ularni barnomalarga ishtirok qilib, ayollar guruhiy dodxohlarni idoma bersalar va hamda bir-birini qo'llab-quvvatlasalar va jahoniy jamoa bunga qarashi uchun katta joylarga ular boyat katta kishilar bilan ovoz chiqarsalar, to bir yaxshi natijaga erishsalar. Ko'plab guzarishlar Afg'oniston vaziyatini in'ikos bermoq uchun o'rtaga chiqib kelyapti. Ammo Afg'oniston turklari biroz
unutilganga o'xshaydi. Masalan, boshqa qavmlarni qiyinchiliklarni ustiga zulm istibdodiki bo'ladi, ularni ko'zga ko'rsatadi. Nega Afg'oniston turklari, xususan o'zbek turkmanlar esidan chiqqanmi yoki ularni ko'rsatmaydimi? Ularning qiyinchiliklari shu hozir ustiga yo'qmi? Shundaki tarix bo'yicha biz guvohmiz. Mana shu ittifoq ko'p yillardan beri jarayon topib kelyapti. Bundan ham hech ko'z yumib bo'lmaydi. Shundaki siz bizlar hammamiz ko'rib turibmiz, bilib turibmiz va bunga jim turish ham ya'ni mavqe emas edi. Ba'zida mana shu siyosiy jarayonlar sabab bo'ladiki, ularni og'zi yopilsa, ovozlarini chiqarmasalar va yo ham ba'zi projelarki bu qavmlar ustiga olinadi. Albatta bu siyosiy projelarki katta mamlakatlar orqasiga bo'ladi. Mana shular sabab bo'ladi to bir qavm chetga qolsa va bularga imkoniyat yaratilmaydi. Ular uzoq qaro qasobatlarga qoladilar va ham tahsil zaminalariga, ish zaminalariga ularga sahm berilmaydi. Mana shunday bir istibdod o'rtaga keladi. Yaratması lazım. Uzr, imkoniyat boyada yaratilsa, bu imkoniyatni kimlar yaratsa? Endi ana shu imkoniyatlarni biz sizlar ovozimizni chiqarishimiz kerak. Chunki hozir men fursat kelibdi deb bilaman. Buni qila oladiki ayollar va farhangiy guruhlar va siyosiy guruhlar mana shurga o'z seslarini, ovozlarini chiqarsalar, jahon bo'yicha eshittirsalar va endiki vaziyat tag'yir qilganda Afg'onistonda ular o'z joygohini topa olsalar. Afg'oniston xotin-qizlarni shu hozirgi vaziyatdan qurtarmoq uchun nimalar qilmoqchisizlar? Baynvoni bir faol ayol bo'lib, yo ham madaniy faol bo'lib. Albatta bizni shu oldindan kurashimiz bordiki, ovozimizni chiqarardik va guruh ayollar bor tashkil beriladiki, ular ovozini chiqarsa, xosatan ayollarni maktabga ketish zaminasi yaratilishi uchun bu bir ashaddiy niyozdir. Har qalay holatga, har qalay siyosiy o'zgarishlarga ham boyat ayollar maktabga ketsalar. Biz shu talashganmiz. Hozircha biz bir natija qo'lga keltira olgan yo'qmiz, yo ham boshqa guruhlarga ishlaydi, bir natija qo'lga keltira olgan yo'q. Vali bizni xostimiz, talashimiz har tariqdan bo'lsa ham mana shu ayollarni huquqini ajratib berishdir. Bu harakatlaringiz aytib o'tdingizki, shu hozirgacha natijaga yetishmadik deb. Bu harakat yana ham davom etsa, yana ham natijaga yetishmasalaringiz qanday bo'ladi? Afg'oniston xotinlarining vaziyati. Shundaki bilasiz, biz ayta olamizki, buni to bir ses chiqmasa, quloqqa ovoz bormasa eshitilmaydi. Ovozni chiqarib turish kerak. Bu kelgan sharoit hozircha o'sha siyosiy vaziyatlar qo'ymaydi. Bular bilgan suratga ham bir harakat qilsalar va lekin shular qila oladi. Oysta sekin katta guruhlar tashkil berilib bir natija bersa va qila olsaki, bizni ovozimiz jahon bo'yicha eshitilsa va ayollarning qiyinchiligi o'rtadan ketib hal bo'lsa. 4 yildir faol ayollar o'zingizdek har zaman Afg'onistonga qolgan xotin-qizlarning ovozi va sesi bo'lib turgan. Bu 4 yil badaliga Jome jahoniy yo Birlashgan Millatlar Tashkiloti, huquqi bashar degan bular to hanuz bunday bir iqdom qilgan emaski Afg'onistonning xotinlarini qurtarmoq uchun bu vaziyatdan. Ya'ni sizcha agar bu raqam davom qilsa, Afg'oniston xotinlarining vaziyati bundan ko'ra ham yomon bo'lmaydimi? Bu iki o'zi aytganday jahoniy jamoa yo ham huquq bashar yo boshqalar harakat qilmaydilar, juda ham achinarlidir. Va lekin ularni harakat qilmasligiga ham biz yo boshqa guruh faoliyat qilayotgan ayollar jim o'ltirishi kerak emas va agarda bular ham harakat qilmasa, jim o'ltirsa, u taraflardan ham biron ses chiqmasa, tabanki og'ir vaziyatga Afg'oniston ayollari qolishi mumkin va shu og'ir vaziyatga qolmasliklari uchun hadaqal bizlar qila olamiz, ruhan mana shularga bir energiya bersak va ruhan bir umid iraklariga uyg'otsakki, masalan, kelajaklari sizlarni oydindir va qila olasizlar. Biz vasfati namoyanda ayollar yo boshqa guruhlarga borlar, sizlardan namoyanda bo'lib ovozlaringizni eshittirsalar deb. Xostingiz Jome jahoniy yo Birlashgan Millatlar Tashkilotidan va
huquqiy nihollardan Afg'oniston xotinlarini qutqazmoq uchun nimadir? Shuki jinsiyat kamsitishlarni o'rtadan elsalar va ayollarga ham haq huquqi berilsa, ozodligi berilsa va buni ham aytib o'tish kerakki, ozodlik deganday Afg'oniston bo'yicha mana shu nigohga eshitadiki, ozodlik budiki har qalay yurish yo har qalay turish deb, balkim o'shaki ularni tahsilga, ishga va yo ham faoliyatga chiqishga haqlaridir, o'shani berishdir. Chun ular hozircha uylarga qorib siqilib ketyaptilar va har qaysi ham juda az bo'yga o'qish, tahsil undan qolgan ravoniy jihatlardan ham ular osib ko'ryapti va shuning uchun ular bularga tezroq harakat qilishlari kerak, tezroq bularning sesini eshitish kerak, to qilolsalar ular sobiqgiday uyga qolib ketmasalar. Chunki biz aytamizki, ayol agar o'rgandi, ishladi va yo ham o'qidi, erta u bir farzandni tarbiya beradi. O'sha farzandiki juda az ayolki dunyoga keladi, erkak dunyoga keladi. Vaqtki bu ayol, bu ona bilmagan suratda qanday qilib farzandini jomaga solim tarbiya qilsin va qanday farzandi unumli bo'lib vataniga xizmat qilsin. Tabanki bularni nazarda tutish kerak, to'yki bir Afg'onistonni falj qo'lga keltirmasa yo Afg'oniston ham ko'p orqaga qolib ketsa. Ammo agar Jamiyat jahoniy yo Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqtisodiy lihozdan biroz toliblarning ustiga fishor keltirmasa, bu aytganlaringiz imkoni bormi tez vaqtga tag'irot keladi deb? Shundaki biz guvohmiz, iqtisodiy nigohlardan ham fishor keltirish bo'ldi. Hozircha mana shu hukumatning tutgan salosi desaymi, bahonasi desaymi, ayollar bo'lgan. Har narsani ham, har ittifoq ham Afg'onistonga tushsa, ayollarni otini eslaydilar, ayollarni sabab ko'rsatadilar. Mana shularni kamchilik qilganga ham, kam berganga ham ular ayollarga ko'proq quyidotlarni keltirdilarki, ayollar masalan uydan bidun erkak chiqmasin va yo ham qora kiyimlarni kiyib olsin, pulmasin, nimalar go'zallik salonlari yopilishi, mana shularga sabab bo'ldi hammasi. Endi tabanki bu tashqi siyosatda, bu tashqi siyosat bilan toliblarning kelishini istaymiz va istaymizki, ayollar o'zida ular o'qishni adaqal muhayyo qilsalar, ular qila olsalarki, shu nigohlardan mustafid bo'lsalar. Rahmat sizdan va aziz qadrli ko'ruvchilar, kelasi dasturimizgacha sog' va amon qolingizlar.